Bugun sizlar bilan razbor stilda kiyinib Ramazon aytgani boramiz. Kimni oldiga borganimni videoni oxirida ko'ramiz. Xullas 8 yil deganda Koreyadan qaytib, birinchi marta Toshkent tur qilamiz. Bu yerda Auf deb Po'lat Alamdarni hijolat qilamiz. Bir payt ko'chaga chiqib qarasam, men bilaman rasmga tushadigan odam bor ekan. Endi bemalol blogerman desam bo'lar ekan. Xullas men bitta gapiraman, boradigan odamimga paxta qo'ymayman, lola qo'yaman. Sababi hozir paxtani emas, lolani sezoni ekan. Lekin shu yerda bitta gapni bemalol ayta olaman, paxta sezonimi, sezon emasmi? O'zbekistonimda baribir ham yaxshi ko'raman. Va nihoyat o'sha joyda topdim. Koreyadaligimda niyat qilgandim. Shu Kamola Oripovanikiga borib o'zim Ramazon aytaman deb. Nima faqat ular aytib yuraveradimi? Hozir boplayman deb shatda kirib, do'stingiz kirib kelsin eshigingizdan, dushmaningiz yig'lab chiqsin teshigingizdan deb shatda kirsam, voy javonim deb yugurib kelsalar bo'ladimi? Uni buni qo'yib meni hayron qoldirgan bir narsa. 죽을래 미쳤어 안녕하세요. Siz biz bilgan Kamola Oripova bizni aldab yurgan ekanlar. G'irt o'zbek emas, karis ekanlar. Koreyaga borib o'sha mashhur tamgamga ham chuchvara qilishni o'zlari o'rgatgan ekanlar. Eng qizig'i koreyskiy yomon so'zlarni ham cho'tki bilar ekanlar. Ha, bu yerda diyetaga sekingina palyotni qo'yib yubordim. Diyetaga qo'ysam qo'yay, lekin figuraga qo'ymay yaqinda to'yim opatsam, hozir yemasang qo'yib yuboraman desalar bo'ladimi? Xullas, bu yerda opani bitta achkicha bilan aldadim. Barteriga opa uyimda remont, basharamda remont qilib bersangiz to'yim kuni bo'ldi. Opa ham shatda bo'ldi, gap yo'q. To'ying kuni ering erta tursin, hatto tuqqan onang ham tanimaydigan darajada makiyaj qilib beramiz dedilar. Sog' bo'lasizlar, to'y kuni ko'raverasizlar.